Assalomu alaykum. Bugun buyraklarning faoliyatini boshqarilishi to'g'risida, aynan nerv gumoral boshqarilishi hamda siydik ajratilishini boshqarilishi, ya'ni mexanizmlar to'g'risida ma'lumotlarni bo'lishmoqchiman. Xo'p, nerv tizimi buyraklarning faoliyatini bevosita boshqaradi. Aynan gemodinamikasini, ya'ni qon oqimini boshqaradi. Uni yuga apparatini, buyrakni yuksak glomerulyar apparatini, filtratsiya jarayonini, aynan reabsorpsiya ham sekretsiya jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi nerv tizimi. Xo'p, aytaylik, simpatik nerv tizimi ta'sirlandi, qo'zg'aldi hamda ta'sir etdi. Buning natijasida aynan buyrakka keluvchi qon tomirlar to'rayadi. Ya'ni buyrakning arteriyasi to'rayadi. Buyrakning arteriyasi umuman arteriolalarga bo'lib tarmoqlanib ketadi. Aynan ikki xil effekt ko'rsatishi mumkin buyrakda. Qanday qilib? Buyrakning ko'ptokchasida keluvchi hamda ketuvchi qon tomir bor. Keluvchi qon tomir diametri kattaroq, ketuvchisi kichik. Xo'p. Aynan keluvchi qon tomir, ya'ni vas afferentga ta'sir etsa, buni qisqarishi hisobiga qonni bosimi ortib, shunchaki ko'ptokchadan chiqib ketadi tezlik bilan. Natijada filtratsion bosim ham pasayadi, samarali filtrlovchi bosim, filtratsiya tezligi ham pasayadi. Ultrafiltrat hosil bo'lmaydi. Tezlik bilan qon buyrak ko'ptokchasidan chiqib ketadi. Birlamchi siydik hosil bo'lmaydi bunda. Birlamchi effekti bu. Xo'p. Endi ketuvchi qon tomir, ya'ni vas efferent qisqarsachi. Vas efferent qisqarsa, keluvchi qon tomir normada, ta'siri yo'q. Ketuvchi qon tomirga ta'sir etadi simpatik nerv. Bu o'zi to'r, yana ham to'rayish hisobiga endi samarali filtrlovchi bosim ortadi. Filtratsiya tezligi ham ortadi. Ultrafiltrat, ya'ni birlamchi siydik miqdori ortadi. Aynan biz filtratsiya jarayoni to'g'risida ma'lumotlar berganmiz. Bemalol kuzatishingiz mumkin. Xo'p. Birlamchi siydik miqdori ortadi. Aynan ikki xil effekt yuzaga keltiryapti simpatik nervni o'zi. Vas afferentga ta'sir etganda kamayyapti diurez umuman siydik hosil bo'lishi, vas efferentga bo'lsa kuchayyapti filtratsiya. Xo'p. Endi yana simpatik nerv tizimi ta'siri o'z navbatida natriy hamda suvni reabsorpsiyasini kuchaytiradi nefronni kanalchalarida. Parasimpatik nerv tizimi hamda adashgan nerv ta'sirida bo'lsa, glyukozani, ya'ni uglevodni reabsorpsiyasi kuchayadi, lekin aynan organik moddalarni, ya'ni organik kislotalarni, mochevina, ammiak, kreatinin kabi moddalarni, dorivor mahsulotlarni sekretsiyasi kuchayadi parasimpatik nerv hamda adashgan nerv ta'sirida. Lekin glyukozani reabsorpsiyasi kuchayadi. Turli xil holatlar bo'lishi mumkin. Odam organizmi kasalliklarida aytaylik og'riq holat. Og'riqda diurez kamayadi. Kuchli og'riqda umuman diurez to'xtashi ham mumkin. Bunda tajribalar bor. Hozir aytaman buni. Undan oldin yana bir simpatik nervga doir vaziyat mavjud. Xo'p, simpatik nerv antidiuretik gormonni, ya'ni ADGni ishlab chiqarishni ham kuchaytiradi. Qanday qilib? Aynan qisqardiki qon tomir ADGni kuchayadi, ADGni ishlab chiqarishi gipofizni orqa bo'lagida. ADGning ikkinchi nomi bu vazopressin. Bu o'z navbatda suvni reabsorpsiyasini kuchaytiradi. Yana ham. Xo'p. Endi og'riq holati haqida. Og'riq aytdikki, diurezni kamaytiradi, hatto umuman diurezni to'xtatishi mumkin. Bunda Basov ismli olimning shogirdi, ya'ni Arbelli, itlar ustida ular tajriba o'tkazishadi. Xo'p, itlarni turli xil stanokda, ya'ni maxsus stanokda qiynoqqa solishadi. Umuman fiziologik jarohatlar berib qiynoqqa solishadi. Natijada diurez umuman to'xtaydi. Keyinchalik shunchaki stanokni o'ziga o'tkazishadi itni. Og'riq berishmaydi, azoblashmaydi. Shunchaki stanokka qo'yilganda bunda shartli refleks hosil bo'ladi va umuman diurez ajralmaydi. Yana me'dasida hamda siydik yo'lda fistula qo'yishgan. Bunda suv tomiziladi hamda maxsus signal beruvchi ta'sir ko'rsatadi. Biror xil signal, keyin suv yuborishadi fistula orqali.
keyinchalik suvni yubormasa ham signalni o'zida diurez hosil bo'lishi kuchaygan bunda. Lekin shunchaki signal suv yuborishmayapti fistuladan me'dasiga yoki siydik yo'liga, lekin diurez kuchayapti. Bu shartli refleksga asoslangan, ya'ni bo'sh miyamiz hayvon misolida bo'sh miyani oliy markazlari tomonidan boshqarilgan bunda. Aynan tajribada. Bu nerv yo'li orqali boshqarilish hisoblanadi aynan. Ya'ni simpatik, parasimpatik adashgan nerv tizimi hamda turli xil og'riq jarayonlari natijasida nerv orqali boshqarilish hisoblanadi. Xo'p, gumoral yo'l bilan qanday boshqariladi buyraklar? Gumoral boshqarilishi eng asosiy mexanizmi hisoblanadi buyraklar faoliyatini boshqarilishini. Aynan ko'plab gormonlar ta'sir qiladi buyrakning faoliyatiga, lekin aynan antidiuretik gormon, ya'ni vazopressin hamda aldosteronni o'rni beqiyos buyrakning faoliyatida. Xo'p, ADG qanday ta'sir qiladi buyrakka? Antidiuretik gormon ajralganida buyrakning nefronlarining distal kanalchalari hamda yig'uvchi naychalarida suvni reabsorbsiyasi kuchayadi. Qanday qilib? ADG ajralsa, adenilat siklaza fermenti hosil bo'ladi. Adenilat siklaza bu aynan distal kanalchada yig'uvchi naychada adenilat siklaza ATFni, ya'ni adenozin trifosfatni siklik AMFga, adenozin monofosfatga aylantiradi. Bu o'z navbatida protein kinaza fermentiga energiya bo'lib xizmat qiladi. Endi bu aynan protein kinaza moyil bo'ladi siklik AMFga. Bu hujayrani fosforillaydi. Fosforillandiki hujayrada suv o'tkazuvchanligi oshadi. Bu suvni reabsorbsiyasini kuchaytiradi distal va naychalarda, aynan yig'uvchi naychada. Yana gialuronidaza fermentini ishlab chiqaradi bu ADG. Hujayrani bo'shlig'ida gialuron kislotasi mavjud. Gialuronni depolimerlaydi. Depolimerlashi natijasida endi g'ovak bo'lib qoladi hujayralar aro bo'shliq. Hujayralar aro bo'shliq g'ovak bo'ldiki, endi bemalol naychadan qonga suvni reabsorbsiyasi kuchayadi. Xo'p, aldosteron. Aldosteron o'z navbatida bu ham natriyni reabsorbsiyasini, natriyga bog'liq ravishda suvni reabsorbsiyasini kuchaytiradi. Lekin vodorod bilan kaliyni sekretsiyasini oshiradi. Vodorod bilan kaliyni sekretsiyasi oshadi, natriy bilan suvni reabsorbsiyasi oshadi, so'rilishi va endi proksimal naychalarda, nefronni proksimal kanalida kalsiy bilan magniyni reabsorbsiyasini sekinlashtiradi qisman. Xo'p, yana turli xil gormonlarning ta'siri mavjud gumoral yo'l mexanizmlarida. Kalsitonin, insulin, paratgormon. Paratgormon bilan kalsitonin bu qalqon oldi bezini gormoni. Paratgormon bu kalsiyni reabsorbsiyasini kuchaytiradi, genlik hovuzlog'ini ko'tariluvchi qismida magniyni reabsorbsiyasini kuchaytiradi. Va o'z navbatida bu natriyni umuman reabsorbsiyasini tormozlaydi bu modda. Va o'z navbatida kalsiyning miqdori ortgandan keyin, reabsorbsiyasi kuchaygandan keyin fosfatlarni sekretsiyasi ham kuchayadi, aynan fosfatlarni. Kalsitonin. Kalsitonin bu antagonist paratgormonga. Chunki kalsitonin bu suyakda kalsiyni deposini ko'paytiruvchi manba. Aynan kalsiy bilan shunchaki fosfatlarni reabsorbsiyasini bloklaydi. Natijada endi bu kalsitonin hisoblanadi. Aynan. Ta'siri. Insulin. Insulin ta'siri qanday? Insulin agar normada ishlab chiqarilmasa, siydik faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki insulin yetishmasa, ko'p miqdorda glyukoza siydik bilan chiqarib ketadi. Glyukoza uriya. Qonda bo'lsa, glyukozaning miqdori kamayib ketadi, gipoglikemiya holatlarini keltirib chiqaradi. Gumoral